Voy bu necha metr balandlik aka? O'zbekiston xalqi uchun juda ham katta yangilik. O'zbekistonda hattoki Amirsoydan ham zo'rroq dam olish maskani ochilyapti. 50 gektarlik maydonda qurilayotgan Kumushkon dam olish maskanida nimalar bor? Ko'rib turganinglardek, shale, mehmonxonalar, restoranlar, ikkita targoviy sentr, bolalar uchun maydonlar, har xil attraksionlar, zip line, liji bor-ku, liji trassasi ham hattoki qurilyapti. Amirsoy qishki, piramida esa yozgi dam olish maskani. Bu joy esa bir yilda 4 fasl to'laqonligicha ishlaydi. Mana mana bu yoqni ko'ryapsizmi? Mana bu yoqda 1000 kishilik amfiteatr bo'ladi. Sal nariyog'ida esa Stonehenge nimaligini bilasizlar? O'shani birga biri bo'ladi, ishoninglar. Ana yoqda akvapark ham bo'lar ekan. Salbiroq kelsanglar agar Rodilban degan mana karting bo'lar ekan. Undan tashqari, mana bu tomonda zipline A nuqtasi, B nuqtasi ana yoqda. Yana 3 kilometrlik kanatli daroga bo'lar ekan. Ushbu maskanda hozirgi kunda 800 dan oshiq qora ko'zlar ishlab kelmoqda. SHB bank boshchiligida Millimeter Construction kompaniyasi ushbu qurilish ishlarini bajarishmoqda. Asosiy ijodiy ishlari bo'lsa agar Kontrast kompaniyasiga topshirilgan. Lokatsiyasini hozircha sizlarga ayta olmayman, lekin biladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu dam olish maskani O'zbekistonning qayerida joylashgan?